Özdava sağlamlık bilimleri. Bugün biz oqchashni qaraytirgan 5 xil yerlik reseptni tanıştıramiz. Agar badanda bu 4 xil oziqlik kamchil bo'lsa, chash oqarib ketadi. Birinchisi oqsil. Agar badanda oqsil kamchil bo'lsa, badanda oziqlik yetishmaslik ahvoli ko'rilib, oqchash ko'p paydo bo'ladi. Ikkinchi, B turdagi vitamin. Odatda badanda B turdagi vitaminlar kamchil bo'lsa, chashning oqarib ketish ahvoli ko'riladi. Uchinchisi yod ilmiti. Chashning sog'lom bo'lish bo'lmasligi shaxsiy yemak-ichmak bilan zich munosabatlik. Agar badanda yod ilmiti kamchil bo'lsa, chashning oqarib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. To'rtinchi, temir ilmiti. Chashning oqarib ketishi badanda temir ilmitining kamligidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Naq gap kelsak, chashni börekte etilgan gül deyishki bo'ladi. Chashlari qop-qora, panqiraq bo'lish uchun börekni quvvatlashdan boshlash kerak. Tövendeki 5 xil yemeklikten faydalanishga bo'ladi. Birinchisi alqat. Alqat börekni quvvatlash unimiga ega bo'lib, oq chashni yaxshilashda belgilik unimga ega. Ikkinchi, yanoq. Yanoq tarkibidagi mol vitamin B va oqsil börekni quvvatlaydi. Shunga chashni oziqlantirish va terini yaxshilashda unumli rol o'ynaydi. Üçüncüsü qizil lobo. Qizil lobo tarkibidagi mol miqdordagi karotin va vitaminlar badanning modda almashini ilgari surib, chashdagi qora pigmentning harakatini saqlaydi. To'rtinchisi chingsay. Chingsayning oqsil miqdori odatdagi ko'ktat mevalardan bir hassa ko'p. Uning ustiga vitamin C tarkibi mol bo'lib, chashni teximi qop-qora ham panqiraq qilib qolmay, terini nam xush qiladi. Beshinchisi qora kunjut. Qora kunjut tarkibidagi oqsil va yog' kislotasi chashning o'sishini ilgari suradigan oziqlik ilmiti bo'lib, chashni asrab, chash tushishining oldini oladi va oq chashni qoraytadi. Özdava sağlamlık bilimleri. Ayollarning qeyrishni kechiktiradigan 7 xil go'harni bilamsiz. Tövendeki yemekliklarni xonim qizlar kunda yeb bersa, onalik hormonini to'liqlab qeyrishni kechiktirgili bo'ladi. Birinchi, neloper urug'i. Neloper urug'ining tarkibida mol oqsil, ko'p xil vitamin, mineral modda va mikro ilmitlar bor. Ayollar doim iste'mol qilib bersa, onalik hormonini to'liqlab, teximi sog'lom qiladi. Ikkinchi, kava. Kavaning tarkibida mol vitamin E bor bo'lib, odam badanidagi aktiv oksigenni unumli tozalab, terini sog'lom qiladi. Yuqori qon besim qatorliq kasalliklarning oldini oladi. Kavaning tarkibida mol selin va senik bor. Ularni onalik hormonini tangshash rolini o'ynaydi. Uchinchi, attirgul chayi. Doim attirgul chayi ichib bersa, o'sin go'zallashtirib qolmay, ya'ni odam badanidagi ichki ajratmalarni tangshab, badandagi onalik hormonining ajratib chiqarilishini ilgari suradi. To'rtinchisi, tikanlik kashtan. Tikanlik kashtan tarkibida mol vitamin C bor. Uning qeyrishni kechiktirish roli bor. Ayollar doim yeb bersa, tuxumdonning hayotiy kuchini asli keltirib, ichki ajratishni tangshaydi. Tikanlik kashtanning yana rak qarishtirish roli bor. Ayollar har kuni 3 taldan 5 talgacha tikanlik kashtanni suvg'ilab ichib bersa, tuxumdonni asrab, tuxumdan rakining oldini ola oladi. 5. Alqat. Alqat tarkibida oziqlik mol bo'lib, ayollar doim alqat iste'mol qilib bersa, onalik hormonining ozlab ketishining oldini olib, qeyrishni kechiktirgili bo'ladi. Yana hayz baldır to'xtab ketishining oldini olg'ili bo'ladi. 6. Qora kunjut. Qora kunjutning tarkibida vitamin E bor bo'lib, ayollarning tuxumdonini asrab, ko'plagan onalik hormon ajratib chiqarib, farzand ko'rish iqtidorini yaxshilashga yordam beradi. Yana qeyrishga qarishtirish rolini bor. Qora kunjut yana börekni quvvatlaydi. Doim yeb bersa, tuxumdonni asraydi, ayollarni texini go'zal qiladi. 7. Dengiz yosuni. Dengiz yosuning tarkibidagi yod ayollarning qinining kislota ishqorligini tanishib, onalik hormonining tangto'ngligini saqlab, tuxumdonning qeyrishini kechiktirdi. Sog'lomlik elchisi Özdava.